Уже qancha ko'p 7 yildan beri bilim olgandan keyin уже mani nimamda ongimda olamga nima bersam ekan degan narsa turadi. Misol uchun meni eng katta armonim, Xudo xolasa bilmayman yetamanmi yo'qmi, faqat duxim yetmaydi, yetaman deb aytolmayapman faqat. Потому что juda ham katta pul kerak bunga. Mana shu O'zbekistonni bir chekkasida bilmayman, qayerda ko'pincha vizualizatsiya qilaman-da. Mana shu yonimizda katta gektar bor-da, 50 gektarmi, o'sha joy sotib olsam deyman-da, sireniyvoy bog' qilsam deyman. Mana armonim mana shu. Masalan, bu meni armonim, chisti meniki. Masalan, bir xillarga qanaqa orzuying bor desa, mashina olsam, kvartira olsam, masjid qursam. Mana shu 3 ta narsa. Bizning o'zbeklar bilib olgan shu. Mashina, uy, undan ham boyib ketsa masjid qurib berardim deydi. Bu kimdandir eshitib olgan masjid qurib berishi. Aslida bundoq tegiga borsak, uni orzusi emas bu. Bu prosta aytish kerak. Odamlarga yaxshi ko'rinish kerak. Mana shunday. Men esa, meni niyatim mana shu 50 gektar joy sotib olib, mana shu yerga siren ektiraman. Professionallarni olib kelib, Xudo xolasa, полный сиреневый bog' qilaman. Aprel-may oyida odamlar hamma nimadan davlatlardan O'zbekiston turistik kurt bo'lib ketgan. Va shu zo'r joyda yashaymiz qizlar. Faqat bizning xalqqa bilim ozgina yetmaydi-da. Mana shunday bilimli odam, bilim bo'lsa mana shunday gaplar yozmasdi boyingidek. Shu sireniyvoy bog' qilib qo'yadigan bo'lsam, tasavvur qiling-da. O'zida qozoqlar hammasi oqib kelyapti. Magic City, Toshkent City, Toshkent zo'r deydi. Lekin bizlarnikilar vechin yig'lab o'tiradi. Prezidentimiz yomon, O'zbekiston bunaqa deb. Noshukr sizlar. Bechora qozoqlar bu yoqda, ularda yo'q u narsa. Ular bu yoqqa keladi bizdan. Bizlarni qancha sanatoriyalarimiz bor. Zo'r. Jizzaxni o'zi, Zominni o'zi qanaqa. Toshkent Cityni o'zi, Samarqand, Buxoro. Biz o'sha boymiz qizlar. Prosta shuni ko'rsatib bera olmaysizlar-da. Vechni yig'lab yurasizlar, yo'q deb. Isho men sireniyvoy bog' qurib beradigan bo'lsam, Xudo xolasa, tasavvur qiling-da. Aprel-may oyida odamlar Toshkentga boramiz, O'zbekistonga. U yerda sireniyvoy bog' bor. 50 gektar ichiga kirsang, aprel oyida sirenlar gullagan paytda uni hidi bor. Mana Darxon mahallasida turamanmi? Ves To'ytepani sirenni hidi oladi. Qizlar, tasavvur qiling-da. Wow, men o'sha представить qilaman. Endi bitta Alloh biladi. Niyatlarim shunaqa. U yerda ham ko'rdingizmi? O'zim o'ylayapmanmi? Yo'q, u yerda ham xalqqa berish. Xalq kelib mana shu yerda mazza qilib, aprel-may oyida mana shunday mazza qilib hidlab dam olib ketish. Zo'rmi?